Hürmetlik vatandaş, bugünkü islağı 2022 ayının 16. günü. Endeki mavzamında Prezident Joe Biden ben baş dedim ki Prezident Joe Biden Rusya'nın Ukrayna'ya tecavüz kılışı zor mümkünlük mevcut deb görsetti. Ve diplomatik söhbetke davet kıldı. Mavzulu haber 2. ayının 16. günü Amerika avazının Xitay til programması ilan kılın. Haber mundaq başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlar Prezidenti Joe Biden 2. ayının 15. günü mundaq ko'rsatdi. Washington Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishida zo'r mumkinlik borligiga ishonadi. Diqqat vatandosh. Washington Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishida zo'r mumkinlik borligiga ishonadi. Bir cümlede meselenin hammasi bir cümlede gapnamiz. Zor derecede işini de Prezident Joe Biden, Prezident Vladimir Putin'ni söhbetlişke davet kıldı. Undaq bo'lmaydikan, nati eğer aqıbatlar kelib chiqadi. İkinci Dünya urushi zarur urush qilish kerak bo'lgan urush edi. Prezident Joe Biden'ın sözü mü? İkinci Dünya urushi zarur urush qilish kerak bo'lgan urush edi deb ko'rsatdi Prezident Joe Biden. Lekin yani eğer Rusya Ukrayna hücum qiladigan bo'lsa, undaqda bu urush tanlab turib qiladigan urush bo'lishi kerak. Yoki mundaq aytganda bu urush sababi yo'q. Bahonasi yo'q urush bo'ladi. Mening bundaq deganlikim ig'vogarchilik qilganligim emas. Balki men haqiqatni so'zladim. Chunki haqiqat bu yerda intayin muhimdir. Agar Rossiya haqiqatan bundan keyin bir qancha kun yoki bir necha hafta ichida Ukrainaga tajovuz qilib kiradigan bo'lsa, Ukraina xalqi intayin og'ir badal to'laydi. Undaqda Rossiyaning strategik badal to'lashimi intayin og'ir bo'ldi. Rossiyaning strategik badal to'lashimi intayin og'ir bo'ldi. Agar Rossiya Ukrainaga hujum qiladigan ish bo'lsa, xalqaro jamiyatning qattiq ayblashiga uchraydi. Dünya Rossiyaning zarur bo'lmagan o'lim yetim, zarur bo'lmagan buzg'unchilik yo'lini tanlab olganligini hargiz unutmaydi. Haftaning 2. günü Prezident Vladimir Putin Amerika ve NATO bilan raketa o'rinlashtirish ve Yevropada harbiy manevr qilish to'g'risida suhbat elib berish tayyor ekanligini bildirdi. Bundan biri Moskva Ukraina bilan chegaralangan joylardan bir qism askariy qismlarni chekindirganligini e'lon qilgan edi. Ukraina ve NATO'nun amaldorlari Rossiyaning askar chekindirishdan gumonlandi. Diqqat vatandosh. Ukraina ve NATO'nun amaldorlari Rossiyaning askar chekindirishdan gumonlandi. Prezident Joe Biden shunda xiyol ekanligini bildirgan edi. Bu yaxshi ish degan edi Prezident Joe Biden. Lekin biz bu nuqtani dalillab bo'lolmadik. Biz Rossiya armiyasining o'zining harbiy bazalariga qaytganligini chekinganligini dalillab bo'lolmadik. Amaliyotda bizning tahlilchilarimiz mundaq ko'rsatdi. Ular Rossiya intayin zo'r tahdid silish o'rnida turibdi. Navbatdagi paket yana ham shuki 150 ming kishilik harbiy qo'shin Ukrainani qorshab turibdi. Bu o'rin Belorussiya bilan Ukraina chegarasiga tutishadigan chegaradir. Prezident Joe Biden ogohlantirib mundaq ko'rsatdi: agar Rossiya harakat qo'llanadigan bo'lsa, intayin og'ir oqibatga qoladi. Biz Rossiya bilan bevosita to'qnashishni xohlamaymiz deb ko'rsatdi Prezident Joe Biden. Men ezelden enak körüştüp geldim.
Agar Rossiya Ukraina içinde yaşayotgan Amerikalıqlarga zarba berdi ekan, biz bu çağda önümlük cevap qaytırmız. Agar Rossiya beraber münasiplik bolmagan şarait aslida Amerikaga ve bizden ittifaqdaşlarımızga hücum qildi ekan, biz cevap qaytırışqa tayyorlanıp qo'ydik. Diksiyanın devamını anlayış sötendaş.